Qabziyat aslida bu kasallikmi yoki bu oddiy holat? Juda ko'p holatlarda biz buni hammada ham bo'ladi. Homilador bo'lsak, yaxshi ovqat yemasak, quyuq ovqat yesak deymiz. Aslida bu juda ham katta. Eminni kasalliklarni, har qanday kasalliklarni boshlab beruvchi poydevor. Boshingiz og'riydimi? Albatta qabziyat, ichagingizni tekshirtirishingiz kerak. Endi o'ylab ko'raylik. Qabziyat bo'lgan insonda kayfiyat yaxshi bo'lmaydi. Qabziyat bo'lgan insonda albatta bosh og'rig'i bo'ladi. Qabziyat bor inson sekin-sekin hidlarda kelayotganini his qiladi. Demak, qabziyat bu kasallik. Yana buni bartaraf qilmasangiz boshqa kasalliklarni ochib beruvchi darvoza degan bo'lardim. Agar bugun sizda qabziyat bo'layotgan bo'lsa yoki bolangiz qabziyatdan qiynalayotgan bo'lsa, buni oddiy hol deb qaramang. Aynan ichak peristalkasi ishlashi organizmni sog'lom bo'lishiga xizmat qiladi. Buni esa nima qilish kerak? Aynan nimalar ichak peristalkasini yaxshi ishlatadi? O't qopingiz bunda rol o'ynaydimi? Suv ichish rol o'ynaydimi? Va yeyotgan ovqatingizga nima qo'shsangiz yaxshi bo'ladi? Qaysi tabiiy narsa ichakni mustahkamlaydi? Va eng keraklisi, tuz haqida ham ma'lumot